Serozning mashina obzoriga tayyormisiz aka? Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga xudo xolisa yoqadi. Bitta like qoldirasiz. Yerdan balandligi 90 sm. Juda ham serozning ko'rinishga ega bahaybat maxluq haqida gaplashamiz aka. V8 5.3 litrli motor. Kapotini ostida ham shuni ot kuchi yotibdi. Buni bilganlar biladi bor bu mashinani. Salonining ichiga bitta kambag'allik uyida. Kattaligini qaranglar. Mana bu narsani bardi sezam, bardi bo'lmaydi. Bu ishkopmi akalar? Mana kattaligini qarang. Butun boshi rozor ham kirib ketadi bunga. Bitta savol. Mana shu richak birinchi bo'lib Amerikada qo'yilgan mana shu rollar orqasiga. Kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Bitta narsaga ishonch hosil qilmoqchi. Bu mashinani yili eskidir. Lekin aka ko'chada yurasiz. Bu insonni o'ziga qaratar ekan, jalb qilar ekan. Bu maxluqni hozir razyomini tekshiramiz aka. Vesiga nisbatan qanaqa qo'zg'alar ekan? Vesi og'ir mashina. Ketishini qarang. Bu to'g'ri, vesiga nisbatan normalniy. Unaqa qalchi o'qirib ketib qolmayapti, lekin bosganingizda oldilari ko'tarilib, boshqacha ashuna beryapti-da. O'zgacha dunyo, o'zgacha xarakteriga ega mashina-da bu. Bu mashina haqida yana nimalarni bilasiz? Aka, kommentariyada fikringizni qoldiring. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Chiroyli sog' bo'lsin. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying aka. Bundan yaxshilari hali oldinda.